maddi və mənəvi həyatımızın yarqın julası. Ənənə və zamanıvilikning baş qoşqan payti. Qeni chin tilaklar, tabiiy holatlar. Ulug' arzu, buyuk gullanish. İstak şudur, güzel yüzleniş. El kaynak murasim paranları. Programımızın tayizarlığını organik ölçemde güzel tarım yağlarını işlep çıkarıp pazara salgan El Kaynak Xalqaro Savdo-sotiq şirketi öz üstüge algan. Erkeklerinin yarışqı varis kiyimleri bilen bazar tepivatkan Şinjan Varis Xalqaro Savdo-sotiq şirketi alayida qo'llagan. Salam ko'rmanlar. Murasim paranlarga xush keldinglar. Biz yana didarlaştık. Men Jushqun Juma. Programımızın aldığım salları suratlanıp tarqıtılgandan keyin jamiyatda belgilik aktiv ta'sir qo'zg'ab, murasim madaniyatimizdagi güzel taraflar muayyanlashtirilishi bilan birga yangi davr holatimizga uyg'un kelmayotgan ba'zi bir ilmiy bo'lmagan qoida tartiblar va salbiy ma'nodagi ish harakatlarga radiya berildi va mulohiza yurgizildi. Shu sababli programmamizga yaqindan diqqat qilayotgan ko'rmanlarimizning qizg'in qo'llashiga va madad berishiga erishdik. Albatta, bizga yaqindan diqqat qilayotgan, fikr o'rtaqlik shakllantirayotgan ko'rmanlarimizga yana bir qatim chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bugun programmamizga yana ikki aziz mehmonimizni taklif qilib, o'rtaqlashish oldi turibmiz. Ya'ni davlatlik 2-darajalik psixolog maslahatchi, pishqon ma'rifchi Habiba Xushli xonim. Xush kelibsiz. Urumchi shahar 2-o'rta maktabining o'qituvchisi Gulbiya Tunyaz xonim. Xush kelibsiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, to'ylashish inson hayotidagi ahamiyatli eng muhim ishlarning biri. Shunga tarixdan buyon to'ylashish shaxsning, oilaning, jamiyatning yuksak e'tiboriga erishib keldi. Albatta, to'ylash jarayonida nurg'un qoida tartiblar bo'ladi. Shunga bugun mushu to'ylashninki oldi keynidagi qoida tartiblar zodi qanday bosqichlar bilan bo'ladi. Mush haqda tafsiliyroq muntazaq degan umiddaman. El Kaynak murasim paranlari. Habiba muallim oldi bilan so'rab baqsam, endi bir jup qiz yigit erkin muhabbatlashib bir-biriga haqiqiy ko'ngil berib, bir oila qurishga qaror qilgandan keyin oldi bilan qaysi qadamni bosadi? Mushu bosqichdan boshlab bir mulohiza yurgizib baqsaq. Bir jup qiz yigit to'y qilish qaroriga kelib, o'zining bir-biriga qalbini izhor qilgandan keyin oldi bilan bizning an'anavilikda bo'lsin, hozirgacha kelayotgani oldi bilan o'g'il taraf qiz tarafga elchilikka boradi. Elchilikka boradi, undan keyin qo'shilgandan keyin ayol taraflar ko'rishib, kichik choy, gultugdi deb qo'ydika, kichik choy akirib ba'zi ishlarni kelishidi. Undan keyin cho'ng choy bo'ladi, undan keyin to'y bosqichi boradi. Endi hozirgi vaqtda ozroq bir qisqarashlarmi baki, shunami? Hozir endi borgansiz bevosita yuzinib ketib bordi. Bevosita endi men elchi bosqichi o'tib, chunki ikkisi allaqachon kelishib bo'ldi. Qizingizni beramsiz, bermamsiz degan gap bak ko'p bo'lmaydi-ku ba'zida. Ba'zilarda bor, ba'zilarda uni qisqartiblar. Ikki taraf bilishgandan keyin qiz yigit ko'rishib, undan keyin kichik choy bilan boshlab cho'ng choy to'yga yurish qilib ketdi. Kichik choydan keyin cho'ng choy keldi. Cho'ng choyning ko'limi bir qadar cho'ng deyman. Cho'ng choyning ko'limi sal bir qadar cho'ng. Cho'ng choyda asos maslahatlar pishamdi shunda qo'yganda. Amaliyotda cho'ng choydan burun maslahatlar pishib bo'ladi. Endi cho'ng choy, endi men bilsam, osh suvi opirib, cho'ng doirada bir minnatdorlik bildirib, to'yning tayyorligini qildigan bir tayyorliklardi. Hozir bu cho'ng choyda hamma ishni bitirib deb cho'ng choyni boshqalarımda bir biz to'y qopdik. Va tayyorliklarni qilyapmiz. O'g'il taraf, qiz tarafga manchilik tayyorlik qildik. Qiz taraf bunda hurmatimizni qildi deydigan bir dasturxonga aylanib ketdim deyman hozir. Hozir ham buning xil ahamiyatimi bor. Manzillarni ko'rib turyapmiz. Lekin hamma ishninki bir tarixiy yildizi bor deb qarayman. Mayli elchi bo'lsin, kichik choy bo'lsin, cho'ng choy bosqichi bo'lsin, bu shu tarixiy taraqqiyot jarayonida muayyan bunun ahamiyatini to'g'ri asosda shakllangan qoida tartiblar deb o'ylayman. To'g'ri. Bu to'ylashishniki qadam bosqichlariniki shakllanishi mundaq bo'ldi. Endi bu to'ylashish degan hisobda bayotin deb o'tib ketgandek, bu bir jamoat munosabatining tiklanishi, kengayishi bo'chu. O'xshamagan oilalardagi ikki farzand bir uyga kirib turmush kechirdi. Unda bo'lgandan keyin ikki mayli qiz taraf bo'lsin, mayli o'g'il taraf bo'lsin, bular jamoat munosabatini surishtirdi boshliqchi. Surishtirgandan keyin endi mayli qiz taraf bo'lsin, mayli o'g'il taraf bo'lsin, bayam Habiba adam degandek elchi kirib bo'lgandan keyin, falonining qizi bilan ustanining o'g'li
to'ylashibdi. Undaq bo'lsa biz bir surishti qilib baqayli. Bularning jamiyati qandaq jamiyat? Bu surishtisi bo'lgandan keyin aniqdekin bular to'yga qo'shilish, qo'shilmaslikni undan keyin qaror qiladi. Bu endi shu elchi avatgandan keyin jamiyat munosabatini surishtirish bosqichi hisobda bu elchi avatishning shakllanishi bo'ladi. Elchi avatishning shakllanishi. Undan keyin bu ikki taraf o'zaro qo'shilgandan keyin anadan ma o kichik çay yani salamchi deganimiz qanday bo'ldi? O'g'il tarafning opsi bir qancha urug' tuqqanlarni, yaqin yo'riqlardan bir qancha odamni elib, biz oldi bilan sizlarga mushtaq elchavatgan, endi sizlar mushtaq qiz cho'ng qilib sizlarni chiroyli, biz mush qizni bir kelin qilib olaylik deganda qiz tarafning haqiqiy ma'qulligini oladi. Hisobda bu ma'qullikchi. Endi bu kichik çayning shakllanishi. Endi cho'ng çay deganimiz nima degan chaqda? Cho'ng çay deganimiz qiz tarafninki ota-onalari, o'g'il tarafning ota-onalari qo'shilgandan keyin talablarni, masalan, qandaq talablarni o'rinlaymiz, mushu o'rinlagan vaqtda qaysi xil usulda o'rinlaymiz, qizning hurmati bilan, yigit tarafning izzat hurmati bilan bir murosim o'tkazamiz. Bu murosimga qiz tarafning yaqinlari keladi, o'g'il tarafning yaqinlari keladi, o'zaro urug' tuqqanlarni, jamiyatlarni tunishtirib, mavu o'g'il tarafning tog'ilari, mavu hammilari, mavu cho'ng-cho'ngdadlari, mavu tuqqanlari, mamush qiz tarafning shu deb o'zaro jamiyat tunishtirish. Bu cho'ng çayning shakllanishi. Uningdan boshqa endi bizda yangidan tanishgan vaqtda ancha-muncha bir so'g' salomlar bilan ko'rishish odatlarimiz bor. Albatta cho'ng çayda bo'lsin, kichik çayda bo'lsin, mayli qiz o'g'ilniki bir loyiqida hurmatini qilish uchun ancha-muncha dasturxon elib, so'g' salomlarni qilib boradigan odatlarimiz bor. Bumu endi shu to'ydan burungi tayyorliklar hisobda. To'g'ri, siz deb o'tgandek haqiqatan endi bu to'ylishish nuqul bir jup qizligitning ishi emas, to'g'ri. Ikki jamiyatning uchrashishi hisobda. Shu yerda mushu qoida bosqichlariningki bo'lishimi ikki tarafningki o'zaro mijoz xulqini, kishilik qimmat qarashi, dunyo qarashini dastlab qadamda uchrashadigan, his qiladigan bir bosqichlarga. Bu zarur bosqich. Zarur bosqich. Endi hozirgi ba'zi bir hashamatlarga qarab yoshlarda nima qilamiz uni deb bir xil chatga ketishgan bo'lmaydi ekanda buni. To'g'ri. Mushu programma yo'lga qo'yilgandan keyin bir jup mening bir o'quvchim meni izlab keldi. Ma'lum bu programmani bak yaxshi ishlayapsizlar. Biz bir qiyinchilik bilan keldik. Mushuni bir jushqunkan bilan hal qilib beringlar deb keldi. Unda bo'lsa sizlar mush qiyinchilikni naq maydonda danglar. Biz shu yerda hal qilaylik programma orqali. deb mushtaq talab fikrlarni ba'dan bilsam ma'lum biz ota-onamizning sal izzat hurmatini saqlamasaqmi bo'lmag'dak. Biz bevosita chiqmaylik. Siz mush program orqali bizning mush orzuyimizni bir bu yolg'iz bizning emas, bizga o'xshash jamiyatdagi nurg'un qiz yigitlarning orzusi, mushu to'g'riliq bir paranglashib baqqan bo'lsanglar deb bir iltimos qildik. Xo'sh. Bu ham cho'ngchay masalasiga. Qiz tarafning ota-onalarininki iqtisodiy ahvoli toz yaxshi emasga. Endi odatdagidek oilaga. Ama o'g'il taraf jamiyatda hali yuz obro'y topgan, iqtisodiy jihatdan mo hali asosi bor bir oila. Ham bular to'yga bitishgandan keyin elchilar beribdi. Hamda o'g'il tarafninki sal rozi bo'lmagan bir ahvol bor ekan. Shuning bilan buni ham yigit bilan qiz o'zininki bir shu muhabbatlash jarayonlarini bir-birini yaxshi ko'rdiganligini, mush oilani nihoyat yaxshi bir oila qilib ketalaydiganligi bo'lgan ishonchisini deb cho'nglarni qoyil qilgandan keyin cho'ngchay bosqichiga kelibdi. Cho'ngchay bosqichiga kelib, shunlar bu o'g'ilning ota-onalari nima debdi desa, endi bu cho'ngchay odatda qiz taraf deb berildi emasmi? Bizning 15 juzlik mehmonlarimiz bor. Shuning tayyorlik qilsin debdi. Endi qiz tarafninki bu bir urug' tuqqanlarni tunishtiradigan chay bo'lgandan keyin cho'ngroq ishki jo'zi qilib, bizmi asosliq mehmonlarimizni chaqirsak, ularni bir asosliq mehmonlarni chaqirsa, qolgan mehmonlarni biz to'yda kutib olsak debdi. Degandan keyin shu o'g'il tarafninki buningga qo'shilmay, texmo bu to'y ziddiyatga aylanibdi hozir. Qiz yigit ikkisining munosabati yaxshi, ammo cho'nglar kelishamay, shuning bilan bu to'y hozirgacha cho'ngchay munosabati bilan bular hatto buzilish bosqichiga berib qolibdi hozir to'yniki. O'g'il tarafda deydi olmaysa. Bizning hurmatimizni qilarligidek oilani top deydi ekan. O'g'il deydi ekan, men shuni olaman. Deb hozir ham ikki tarafda masala yo'q, qiz o'g'il tarafda, qiz o'g'ilning munosabatida. Mush cho'nglarning mush cho'ngchayga aralashish
15 jozluq mehmonni mishaga boshlab, hashamatchilik qilish sababidan bu to'y bulanmay, hozirgachilik bu bosqichlar o'rinlanmay, besiqliq holatda bu to'y bulandı, bo'lmamdi bilmaymiz hozir. Lekin cho'nglarning aralash sababli. Endi bu bolalarning menga iltimos qilib kelgani, mush masalani hal qilsak bo'ldi. Cho'nglar mushundaq hashamatchilikni qilmasa, cho'ngchaydek bo'lsa, to'yni chiroyli qilib olsa degan bir iltimos ekan. El qaynoq murosim paranglari. Bu hakikaten bir ameliy emas bo'pti. Gap teshib qoldi. Hakikaten biz hozir ko'rib turyapmiz. Tarqitish vositalari nihoyatda ochiq oshkora bo'lib ketdi. Nihoyat hashamat tipidagi ba'zi choylarni ko'rib afsuslanganmi bo'ldik. Har ish o'tirhal bo'lgani yaxshi. Masalan hozir siz degandek, mush misaldagi 15 ustal cho'ng choy mehmon bor degan gap bu bir to'yninki soni bir to'yda bo'ladi. To'y bir erkakni butun qiladi. Bir yigitning mag'rurligi uning to'yidan boshlanadi. Yangi hayotingizga eng yorqin sifatda qadam iling yigit. Unutulmas to'y xotir kunlaringizda an'ana va zamonaviylikqa to'yingan yarishimliq varis erlar kiyim-kechaklari baxtingizga guvoh bo'lsin. Sifat, inovat, ishonch va rohatlik varis erlar kiyimlarda. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. Mana biz izchil ta'kidlayapmiz, partiya hukumatimizmi izchil isrofchilik qarshi turish, hashamatchilik qarshi turish, oddiy sodlikni ta'kidlash, tejashli jamiyat qurish. Bu bizim o'rtaq arzuyimiz. Jamiyatningki har soha, har oilaningki ahvoli o'xshash emas. Mushtaq ahvolasida boshqalarga besim shakllantirayotgan bu xil holat bizni o'ylantirdi. Amaliyotda shu Gulpiyaning deganiga o'xshash. Mening oldimga maslahatga kelgan bolalarning ichida, qizlarning ichida mushu sababli baxtsiz bo'lib qolganlarni bek chiq. Mushu bir qiz keldi, yinimga bek bir o'zimi bek o'qigan. Shundaq bir undan bir qiz to'y qilib 3 oyga borgan sharoitda ajrashib ketibdi. Endi buning jarayoni nima desa dal shu. Eliqi o'g'il tarafmi, ma ikkisi yomon yaxshi yutdi. O'g'il tarafmi bizning obro'yimizni qilsin. Manchilik holatda. Qiz taraf sendim men qalamdim bu ikkisi bastalishib kichik choydan boshlab cho'ng choydan shundaq asham daram bilan eliqi kurash bo'lib turganda cho'ng choyda. Men mundaq o'g'il taraf munda ichib munda qilyapti, qiz taraf munda ichivyapti, dasturxonni munda silyapti. Qo'yning bishig'i lenti bog'limidi? Ashning hammasini ish qilib qizmi, qizning ota-onasimi shundaq norozi bo'libdi, yo'q lekin sendim men qalamdim deb ikkisi bastalishib bu choyni tugitibdi. Ammo to'yga kelganda jiq munozaralashib qolibdi bular. Shundaqda men de ikkisining ro'yiga qarab, ammo qiz yigit o'tirsimiz deb paydo bo'lishga boshlabdi. Voy sening bunda qilyapsan nima bo'ldi? Demisimi tursa degandek. Shuning bilan bu qiz deydi, shu vaqtda men asli shu o'g'ilga, "Hey, mush taraflarda kelishamayotganmiz" deb to'xtab qolsam bo'pti ekan ma'lum. Lekin endi mancha yil yurgan bo'lg'ashqa, yana keyinlikka kelganda bir yerga kelib qolamiz-ku deb to'ynim qilib ekanmiz. To'ydimiz sening jo'zang chiq, mening jo'zam ochdi degandek. Har holda bu ikki jamoat nihoyat o'zini ko'rsatib oldi. To'yni chiroyli tugatgan bo'ldik. She'rnayga bordik. O'yin, kurash, jang, qaqshashlar bilan tugitib keldik. Qat'iy tugimadi bu gap. Shuning bilan cho'nglarmi izlashmaydigan holatga keldi. Shuning bilan bizmi bunda holatda kichik ko'ni hamonni so'rib o'tag'icha bo'ldi, balliq qilib qilishdan burun men ayrilib ketay deb 6 yil muhabbatlashgan yigitimdan ajrashib ketdi. Asli bizni mushu ziddiyatga bizda cho'ng ziddiyat yo'q. Bizni mushu ziddiyatga solgan ana shu choylarimiz, cho'ng choylarimiz, opamiz dadimizning shu qarshi taraf bilan tang bo'lgan da'vozligimiz. O'g'il tarafda qilsa, qiz taraf tinch tursin bo'ladi yoki qiz tarafning talabini ular qo'shilganmiz bunda bo'lmaydi deb. Mushu siz degan ziddiyat bulug'liq. Amaliyotda bir to'y deganga chiroyli boya Gulpiya deb o'tganga o'xshash ikki taraf tuqqanlar asli tunishish, ko'rishish, ham ko'chada bu to'y qilib qudubachilik bo'ldik degan gap, jamoat kengaydi, urug' tuqqan kengaydi degan gap. Ham ko'chada uchrashib qolsaqmi tunimay, "Ava, mava" deyishib qolmayli degandek asli ikki tarafning tuqqanlari uchrashidi. Uchrashib, undan keyingi salom soatda palonchi po'kinchi deb menda o'tadi. Endi u shaklni o'zgartib, tuqqanlarni eshib, do'stlarni qo'shib, amaliyotdan boy degandek 15 jo'zning zarurati yo'q. Nurg'un to'ylarga dasturxon ochdim men, o'quvchilarimning dasturxonlarini ochdik. Chiroyli ikki taraf kelishgan bo'lsa, chiroyli nechilik bo'lsa shunchalik qo'yib qildik. Endi ba'zi vaqtlarda shu pul pichaknimi
haqlarga chandurmaslik uchun 5 ni 10 deb e'lon qilgan vaqtlarimizmi bor. Mayli mush to'ylar bunda kirishib kelsam, menga o'xshash atkachidan bir chiqib qolsa-ku, uzunni qisqartib uzatib bo'ldi. 10 ming ko'y yam oyoqqa. Bo'ldi ish azroq buni dumiltib o'ynayotganmiz deb qilibimiz u to'yni. Lekin hamma to'yni shunday qilayotgan bo'lmaydi. Mushtaq ziddiyatlar bilan ish murakkablashib ketadi. Shunga şu mesela 2 joz ya 3 joz bo'lib, eshib ketishlarni qoldirib 5 joz. To'ylarni 5 joz qilyapti-ku. Shunday chiroyli bo'lyapti-ku. Endi shu amaliyotda 10 joz, 20 joz chaqirib olsakmi, kapta o'tirib paranglashib ketilgan shu mayli-ku. Jozni jiq hashamdaram bor. U iqtisodiy besimdan boshqa yana tixma boy deganga o'xshash qiz taraf chiroyli dasturxon sap, o'g'il taraf akilib amaliyotda bir kelinni olgandan keyin uning jamiyati bo'lib ketdi u. Hatto biz to'y qildik degan daqiqadan boshlab apamiz bilan mana shu qaynoplarimizning uyida ish chiqib qolsa, oldi bilan bizning ota-onalarimiz qaynopangning ishini qilib ketgan. Ma keyincha ba'zi deyman, opasi bir ma o'zing mo'yim degan o'rgatmabkansan desak, yo'q bolam, asli deb bizga ilqi adab axloqni jiq o'rgatib, oldida boshqalarni o'yla, ondan o'zingni degandan keyin biz shunday qilamiz. Endi shunday bir jamiyatga yangi bir aqlli kelindan birini akildigan ish bo'lgandan keyin o'g'il taraf sal badal to'lash kerak deb o'ylayman. To'lang deganim jiq to'laversa degan gap emas, normal. Chunki biz ash taraf o'tdik emasmi? Endi hozirgi vaziyatda to'g'ri qiz yigit ishlaydi. Burun erlar ayollarni boqadigan zamonlardagi gaplar endi. Hozir qizmi ishlaydi, yigitmi ishlaydi. Tangpung mangadi. Endi bu qiz o'g'il taraf bir muncha akilib, uni qiz taraf oshirib o'xshash hozir. El qaynoq murosim paranglari. Bu mundaq aytgan chog'da endi nihoyatda go'zal bir ravishda muhabbat asosida tiklangan bir juft yoshninki kelgusi baxtiga dast ketkizdi degan gap. To'g'ri. Biz oldingi sam programmalarimizni qilib o'tdik. Mushu jihatda hozir mushu yoshlar bilan ota-onalar o'rtasidagi surkilish ig'ir bo'lib turibdi. To'g'ri. Chunki shunga masalan asli to'g'ri bir ma'noda zarur ehtiyojdan shakllangan qoida usullar. Lekin hozir bu xil ma'noda shakl bilan o'zgarib ketdi. Shaklga aylanib ketayotgandan keyin yoshlar bundan bezor bo'ladi-da. To'g'ri. Nima qilaman bunda cho'ngchayni kichik chayni bo'ldimi? Ko'gimi yo'q. Qilganim qilganda hatto ota-onalar bilan qarshilashib qilayotgan ahvollar bor. Amaliyotda bu bayatın deb o'tgan to'ylashishniki 3 bosqichi bak zarur bosqich bo'yicha. Bu nihoyat chiroyli bosqich. Bu shundoq ziddiyatlarning oldi elindigan bosqich amaliyoti-chi bu. Endi bu bosqichni biz ziddiyatlarning oldini olamiz, mushu to'yni chiroyli qilamiz, mush bolalar kiyinligini, shu tunji qadamini chiroyli shundoq usulda bassa, kiyinlik turmushi mushu ziddiyatdan xoli bo'ldi deb bu 3 bosqichni amaliyotda bekor shakllangan narsa emas. Bu nim degan chiroyli bosqich bu, ha? Endi buni o'zaro kelishib, hamma odam o'zininki amaliy ahvoliga asosan, endi buni yigit taraf, qiz tarafga hech qanday qilqi qizmeli yoki bo'lmasa so'g' salomli qilmasin degan gap emas. Endi bu tarixdan buyon shakllangan bayat nabiy deb o'tib ketgandek bir qiz shularning oilasiga qiz bo'lib kirdi. Endi kelin deb qo'yamiz, buni hisobda kirdi degan gapda endi bu bundoq bo'lgandan keyin endi mayli bizda bo'lsin, mayli har qanday bir millatlarda bu qizni akirgandan keyin qizningki oilasiga nisbatan belgilik so'g' salomlar bilan shu qizningki qadr qimmati bilan apmangdigan odatlar bor. Endi bu odatlarni biz cho'ng joy bosqichiga kelganda hashamning ustiga hasham qilib senden men qalamdim, menden sen qalamsa bilan kichikkin bir parcha rahbaq yoki kichikkin bir ozg'ini pul bilan mush qiz yigitningki keyingi baxtiga turmushiga daz ketkizib yetadigan ularni bir umr shu dazning ichidan chiqolmaydigan holatga kelib qo'yapmiz-ku. Biz bu nurg'un to'ylarni ko'rdik. To'yning o'zida shu cho'ng joyda kelishamaslik yoki kichikkin ziddiyat tufaylidan to'ydilar majro o'tadigan ishlarni ko'rdik. Gel qilishlarmi ta'sir qildi-da o'choqlarda. Anandan keyin ilqi qiz tarafning urug' tuqqanlari bilan o'g'il tarafning urug' tuqqanlarini tanishtirgan vaqtda shu cho'ngchaydagi ziddiyat tufaylidan hatto shu to'yda bir dastonda o'tiribmi bir-birisiga qarmay shu to'yni o'tkazib olish uchun noiti sat bir qiliqlar bilan shu to'yni tugatib uningdagi ular bir o'y kirgandan keyin shu ziddiyatning ichidan hech qutlanmaydi-da endi. Chunki oyoq qarisi, opasi oyoq qarisi oila bo'lgandan keyin endi
Aşı ziddiyat tüpeyildi mi acırışıp ketip atqanlar. Bekçik. Ailenin buzuluşu şu çoğun toy murasimleri sebeplik bekçik. Anandikin aldınqı günüsümü doyundumı görüp kaldım şu bir neçe yılda 100 berdiğen 9 iş dep. Bunun birincisi kız yigitlerinin toy qilishni xalamaslığı idi. Bunu biz eskip olduk da nurgun mesela bizning o'quvchilarimiz bor keldi. Ay toy qilmamsan shu vaqt ne vaqtsa o'qish bitirib o'g'li deb so'rab qolsa, voy ma'lum faqat toy qilgim yo'q deb. Nemish toy qilgim yo'q desa, voy murakkabligi bu ishlarning bo'ldi qilgan ma'lum qilamiz bir kun deb. Yoshlar haqiqatan zerikdi bu hashamchilikdan-chi. To'g'ri. Buni biz nazarga olmasak bo'lmaydi. Bu bek muhim ish. Hozir masalan hamda siyasetler, müşahitlik siyasetler nahayet evzel. Hükümet tarmakları münasebetlik nahayet inişki hizmetlerini işlevatıdı. Hakikaten bu cihette bizge çoğu yarı yülek. Siyaset cihette olsun, imkaniyetler cihette olsun. Hazır bir tinç, aman, molçuluk, yaşat bu vatkanlar devirde. Yeni biz demiş ki şunda bir mürekkep kaynağına kirip gelip özümüzün kelgüsü gibi bir şek salımız deyme. Abiye diyen ki de hakikaten muşu baskuşlarının hemmisinin ornu var. Mesela hem de eğer rast kilişenmeydiğin çünkü bu ortak kıymet qarashqa, dünya qarashqa igi bo'lgan chaqda bu gülü gül, xil keldi deymiz. Hem biraz rast kelmey qaldigan ahvollar mı bo'ladi. Bu çok taşın tayaqdan qo'llanmaydi. Mesela 2 yosh nahayat yaxshi ko'rib ketib kelgan bo'lsa-mu, ularningki oila ahvolidan bek zo'r farq bo'lib, zodi qubul qilolmagan bo'lsa, ajrashib ketgandan to'y qilib, vaqtida oldinga qolgan o'zi. Mening qarashim. Shunga mushu cho'ng kichik choy bo'lsin, cho'ng choy bo'lsin, mushu bosqichlarning bo'lishi o'zaro bir-birini dangsaydigan, haqiqiy qubul qiladigan bosqich. To'g'ri. Agar rast qubul qilinmay azarchiq bo'lib qolsa, vaqti to'xtab qolsa, keyingi fojianing oldi ilinib qoladi degan gap. To'g'ri, to'g'ri. Bu bir jup bilan ketmaydi, balliq bo'ladi, ular shuning bilan yetim bolalarni ko'paytiradigan gap chiqadi. To'g'ri. El qaynoq murosim paranglari. Hozir menda haqiqatan bu xil umursizliklar xili ko'p jamiyatimizda. Bu bizning o'yinishimizga arziydi. Hem de hazır ben yeni ilgilisem hazır bay elçi kirgendan keyin kichik choy bosqichi bo'ldi ekan. Hem hazır bir vosita bo'lib ketdi degandan keyin hozir qiz yigitlar bevosita otamning uyiga yuz ko'rishga o'zili bordi ekan. Buningga xeyli bir so'g' salomlar bilan borgan o'xshaydi. Mushta ahvol xil ko'pmi? Ma'lum. Mushta ahvollar hozir men atrofdan angladim, anadagi mushta o'yinlar va tarqitidan bo'lib ketdi hozir. Ko'rdik. Oğul taraf, kız tarafga bordi ekan, qizmi o'g'il tarafga bordi ekan. Ammo endi xili ig'ir bordi ekan bular. Endi bo'pti o'g'il ol bo'lgandan keyin bir qo'y apirishlar bor ekan. Bo'pti endi o'g'il ol bo'lgandan keyin erkak bir cho'ng uyga odatdami cho'ng uylarga kirsak birni ko'tarib kiramiz-ku yo'qlab. Bo'pti biroq qo'yingni aka bo'p topqiningni. Shuni tugaydi asli o'g'il olning deb o'ylayman shaxsan men. Endi qiz valmi, o'g'il vala shu qo'ydim boshqa, yuldastisi bor ekan, yana bir og'aynisi bor ekan, so'g'a, dadisiga, opasiga degandek bir much amaliyotda boshqadan uchun bir narsa ilishmi bek tasqu. Masalan, bizlar jinimizdami ba'zida qudularimizga yoki bir urug' tuqqanlarimiz bir narsa yorig'idek narsa ola olamanmi deb. Yomon, uning qimmati uchun qimmat narsa apasaqla qarshi tarafdan yoqtirish natayin. Shu oshta qilib, o'sha kiyimlarni ilib bekçi qayşan bo'ldi. Ana qiz tarafmi Ama qaynap bilan ko'rishmak yomon tasqu qiz bola uchun aytganda umi bir dasta guldim boshqa yana bir muncha narsalarni ilib bir do'sti bilan birga kiribdi hasham-daram bilan endi butun tuqqanlari turdi ekan bunda qarasam bular tomoq yeyishmi tasqu yemaymiz-ku. Bular mush taraflar tasqu deb o'yladim. Amaliyotda mushni murakkablashtirib atmasa Men salabitimga moslashgan, sipit tikilgan, ranglari ko'rkam moslashtirilgan yarışımlıq varis erlar kiyimlarini tanladim. Yuqori hunar texnikada to'limi inchkilik bilan tikilgan. Oliy sifatlik raxt materiallar ishlatilgan. Rohat, yarışımlıq davrga mos varis erlar kiyimlari turmush va kasbiy hayotimda menga salobat va huzur bag'ishlab keldi. Varislarga mos, qomatlarga xos varis erlar kiyimlari. Hozirgi yoshlarning iqtisodiy besimi bek yuqori. Shunday. Oliy maktabni puturib, amaliyot biz yoshlik davri 18 yoshdan 35 yoshgacha 3 bosqichga bo'lamiz buni. 18 yoshdan 23 gacha oliy maktab o'qish bosqichi. 23 yoshdan 30 yoshgacha men xizmatga chiqib, to'y qilish bosqichi. 30 yoshdan 35 yoshgacha anatkin yoshlikning oxirgi mezgili, balliq bo'lib, men oilani muqimlashtirgan mezgili. Endi bu oliy maktabni puturib xizmat tepish nada? İqtisod nada?
Endi ularni yana shu ataning qizdirishga to'g'ri keldi, o'ziga xos obro'y bilan qilishga ularni qiynaladi deyman men. Endi qiynalmagan taqdirdami, bek oshir o'tishning zarurati yo'q. Biz apagan nurg'un narsalarning hammasini ishiltib ketamda. Hammani men o'ylayman, dog'vozlik. Haq ko'stish. Voy haq ko'st, hammadan mana masalan ba'zi choylarga ochdiq. Voy 100 ming akirmisi bo'lmaydi debdiki, 50 ming tayyorlabdi. 100 ming deb e'lon qildik. Kim kep pulni sanab baqdi. Javob pulmi chiqibdi deydi hozir elqining chiroqlarini yiqib. Faqat bir-birimizni aldash emish. Shundoq bir yaxshi ishlar, mishadilni aldashga boshlasak, shaklvozlik qilishga boshlasak, haqiqiy baxt nada? Demak, farzandlarga Ayşədən başlapla saxtipazlikni, yasalmalıqni, saxt şöhretni sındırıb menvatımız deyin gap. Qalbidan o'ylamagan ishni ashak berib qilishdimi, cho'qim bir yerdan bo'lmasa bir yerdan chataq chiqadi. El qaynaq murasim paranglari. Əməliyyatda yaşlar bunu faqat xalamaydı. Əməliyyat yaşlarının şu yerdə turğusumı yox, bundaq qayda usullarının, bundaq basqıçlarının ep berilişiga yaşlar ata-anasının yüzünü qıpla. Muş apam dadam meni beqib çoğ qıpdı, mening to'yimni qilma devatdı. Mushu qayda usullarni boptilar, bilginni qısınçu deb elqi balalar o'yinini o'ynaverdi. Bichar ata-onalar payaqlay baqsa. Mush ishlarni aş voy-voyga yetkizma, joy-joyiga ekilma deb turib, əməliyyatda charchaydigan ekan, o'zi charchaydi. Vaqt jihatdan charchaydi, zehni charchaydi, puli charchaydi ularniki. Əməliyyatda hamda men bu bayatın shu deb o'tib ketgan masalani men bu do'yindan ko'rdim. Oldin qattiq bir do'yin serib, o'tasam bir bola qiz bolani uyga beribdi. Elqi bola degan faqat o'tiramda jiddiylashib birdan-birdan quvvatda elqi bola. Men qarab, "Ey bichar bola" dedim. Endi buni əməliyyatda bu basqıçni cho'nglar Abbas buludu. Am bu bola qanday qildi desa, yana bir mo'jib yo'g'on bir chamdonni so'rabli kirdida, o mantaqiy do'yinimda serish jarayonida bu bola yiroqdan kelgan bir bola o'xshaydi, mush oilaning bolasi o'xshaydi debdimi. Keyin qarsam, keyindan do'stlari gullarni, qo'yni ko'tarib kirdi, a bola chamdonni so'rab chiqyapti-da, uningdan keyindan tomoqlar qo'yilib bo'lgandan keyin yilqi bola chamdon ichib o'zi qo'yapti yilqini. Bir o'g'il bolaga bir o'g'il tabiat faqat o'yin emasda bir o'g'il bolaning tabiatiga dostqon ichish degan bir ayollar ta'kidlar bilan berib dostqon masalan hamda u yerga borgandan keyin shuning bilan lam bu cho'ngchay kichikchay tugab to'y bosqichiga kirkasiga mayli qo'yandi. Lekin bu bek meni shunda o'ylantirdi. Jamiyat kunlarida qarab baqdi. 5 ming 10 minggacha so'g' salam ko'tarildi deydi hozir. 10 ming yetmasmiki, men u bolaning so'g' salamlariga qarab 10 ming yetmasmiki deyman. Odatki 100 ko'ylik raqni apag'il olmaydi qarang. To'g'ri. O bütün o'tag'an tuqqanlarning hammasiga qo'ydi u bola. O'g'il bola qo'yapti-da, ani qo'yib shu tuqqanlar turdi da o'rnidan qo'pib, har bir taqatgan narsani oldi, undan keyin kelib u bolaning peshonasiga suyib qo'ydi. Qarab, bu nadim paydo bo'lgan qoidadir dedik. Bir shu uyga oilaga kuyovg'il bo'lib kirdigan bir hamda oyada tasqa ichib bir erkakligi hisobda hamda bir nim deymiz, erkaklik sunğandaklar var. Men başta qarayman. Şununğa bu o'g'il boladek, qiz boladek bo'lmasa, to'yning oldi keyinlardimi bu bir odamningki mushu tabiiy ifodalanmasa, odamga nisbatan bir yiqishsizli bir odam bo'lib qoladi. El qaynaq murasim paranglari. Masalan, bunda vaqtda bo'ladi deb o'ylayman. Hozir endi ba'zi bolalarning ota-onalari yurtda. Yoshi cho'ng bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Yoki kelinmaydigan bosqichlar bo'lishi mumkin. Ashtaq bo'lib qolsa, lekin o'g'illar kelgandimi, ko'nglini ifodasi bo'ldi deyman men. Masalan, uning ota-onasi kelanmidi? Endi balkim orliqlarga kelib ketishni qilmay to'yga kelalishi mumkin. Endi buningda u bolani yana unchalar murakkabchiliklik akirmay, oddiylashtirib, salom saat. Amaliyotda shuning o'zi bola shunda xotirjamlik, baxt tuyg'usida emas, noit qazdorlik tuyg'usida. To'g'ri. Shu pulni to'ydan keyin turmushga ishlasa bo'ladi. Shu narsalarni ko'tirib, hozir asosan bino uylar bo'lgan, shu ko'tirib chiqishning o'zini bir. Shuning necha og'insi birga chiqdi danga. Bir chiroyli bir guldasti bilan kirsimi? Shu. Men sizlarga kuyovg'il bo'lgan yigit shu. Ikki og'inlar bilan kirib, salomninki cho'ngini berib, tanishib chiqqas bo'ladi. Qiz tarafimi loyiqda yarishig'ini qilib, voy bolam, qarshi olamiz. Shuning ularla tugisi bo'ldi qo'yish. Shuni hisoblamda bayamqi 3 bosqichga yangidan qo'shilgan bosqichda buni nim bosqichi deymiz endi. Belgili olmaydi. Salom deydi yo'qsa. Asl salom to'ydan keyin. To'ydan keyin beradigan salomlar asli bu. Umumyuzlik. Ishqib to'y qilmayman. Ba'zi ota-onalar deb turdi, "Malim, bolamga bir maslahat bersangiz to'y qilmayman" deydi deb.
Onun ben məsləhət verib bulamayım. Özü xalısa, bəsən buludu, bulmasa, desəm qoymalıymış. O biz nəsihətçi emas, biz məsləhətçi deymə. Əməliyyatda toy qılmaslıqdımı balalarının iqtisadi besim. Özünün təngşəb bulanmaydı, xizmət dedik o, xizmət izləydiğən, özünün təngşəydiğən, müştaq bir məzgillər tursa, onun bir muntizm bolğan bir kirim, iqtisadi kirim mənbəsi yetərlik bolmağan şəraitdə aşım şu qəzni eləyivərsə, toydan keyin qəz dövləydi şu. Bir avarçılıqçı hazır. İş qılıb biz bəzi qaidələrini, müş çoğlarının ərləkəbli bir işlərini qıldığı işlərimi yaxşı gəl ular. Ondan polonu etib, göçünü bisbəsə, çırayılıq salam saatini qılıb, eşqalı rəhmət etib, menib pütürdük ya işlərini. Hem de biz ayarlarımı, hem de həmimizdə şundaq emas, bəzi vaxtlarda çırayılıq qaydaymış, tamaqlarını üyümüzge burun Bekçik meyman çaqıratdıq. Hazır çaqamaz o ketdik bu. Burun analarımız bir dəxsəyini qorup, bir pütünərək işkinanın birini payçılısı degen cahanның muğunu qıp ketəbdi. Hazır əkilib. Çünkü muşundaq bir beriş kilişlərdi mi, bir dastıqanını çoğultup, 8-10 xil tamaqını itip, bir çöküden yiyildi, qançılık tamaq yeyimiz. Bu bir ısrapçılık. Muştan mürekkepleştirip çıkım qilivəsək, iqtisat emas, royi bisim, anadkin balalarının ataları qarab bakıp, vay boldular. Mavi Japan tatqışı qımayçı. Bəzilerde qığım var malım, lekin bizning ailelerde bu qızlarning aldığı buyruq bulanmaqdek. Deydi. Onun atanısını oylaydı da, muşundaq qılıb, nemiş qılımız burun atalarımız şunda deydi. Vay mən toy qılıb kirsəm şu ara işki yutqan bakən toq, o bizning öydedik bendoti batdi dep, radio. Aşınçılık ütüp, qırğanlık için öy tutqanlar batırsa. Ayılış bu kaptı. Atanlarına hakikaten şu vaxtdaki şəraitini sözləb versə biz hazır şəraitini qarab bu qandamı qiyinçilik deyib. Şunu ballar nimdəydi o da hazır. Bəkərək toyuq söylesəniz, silərdək cəpat atamayız. Biz silərdək çidamcan emas. Silə degəndən oy balı tuğdu ikensizlər, balı baqıdı ikensizlər, qaynananlarının xizmətini qıldı ikensizlər, bəkçik işlərini qıladı ikensizlər. Biz qılamayız onu. Şuna bir şeyde müşü gepni anlap kaldı. Bir sual kelip atıdı. Haber müəllim.